Issiqxonadagi bodringlar mana shunday so'lib qolishini oldini olish mumkinmi? Ushbu so'lib qolishlarni asosan zamburug'lar, ya'ni oq chirish, rus tilida ko'pincha mahalliy tillarda belый gnil ham deb aytadi. Xuddi shu holatda buni zararlanishi, asosan poya va ayrim holatlarda mevalarga ham zararlanish o'tadi va mana shu yerda chirish, oq chirishlar kuzatiladi hamda o'sha bodring o'simligimiz 1 kun, 2 kun ichida so'lib qoladi. Oq chirish kasalligi asosan nimadan va qanday tarqaladi? Bu zamburug'larimiz asosan havoning nam paytlari, yog'ingarchilik ko'p bo'lganda issiqxonadagi haroratning beqarorligi, ya'ni bir xil mo'tadilda ushlanmaganligi ortidan bularga qulay sharoit bo'ladi va juda tez tarqaladi. Ushbu zamburug'li kasallikni oldini olish uchun biz Bog'bon agromarketi sizlarga Aziaxlorox preparatini tavsiya qilamiz. Bundan tashqari davolash uchun bizlarda Nimral preparati hamda Aldeid preparatlari ham oq chirish kasalliklariga juda yaxshi samara beradi. Yuqorida aytib o'tgan fungisidlarimiz hammasi Bog'bon agromarketining barcha filiallarida mavjud. Xarid qilish uchun Bog'bon agromarketiga kelishingiz mumkin. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqing. Ushbu holatlar sizda kuzatilmasligi uchun issiqxonangizdagi havoni mo'tadilligini saqlash uchun barcha choralarni ko'rishingizni so'rab qolamiz.